Ro'zadorlar tomonidan beriladigan eng ko'p 5 ta savolga javob beramiz. Video O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining ro'zaga oid xulosalari asosida tayyorlandi. Birinchi savol: ro'zador kishining tobi qochsa, unga ukol qilish mumkinmi? Tanaga biror narsa kirishi bilan ro'za buziladi, shuning uchun ro'zador ukol olishi mumkin emas. Ikkinchi savol: ro'za paytida xotin-qizlar atir upadan foydalanishlari mumkinmi? Atir upadan foydalanish ro'zani buzuvchi amallar sirasiga kirmaydi, shuning uchun foydalanish mumkin. Uchinchi savol: ro'zador odam sochini, tirnog'ini olsa bo'ladimi? Ro'za biror narsa kirishi bilan buziladi, sochni kaltalatish yoki tirnoqni olish bilan ro'za buzilmaydi. To'rtinchi savol: xonadonda isiriq tutatsa, ro'zaga zarar yetmaydimi? Agar isiriq tutatib, uning tutunini hidlasangiz, ro'zangiz ochilib ketadi. Beshinchi savol: ro'zador inson tish pastasidan foydalansa bo'ladimi? Agar pastadan hosil bo'lgan ko'pikni yutib yuborsa, ro'zasi ochilib ketadi. Pastadan foydalanish biror narsani ta'mini tatib ko'rishga o'xshaydi. Shu bois zamonamizning ulamolari tishni pasta bilan yuvishni tavsiya etishmaydi. Ushbu videoni ro'zadorlarga yuborib qo'yishni unutmang.